Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningda yana bitta yangi Cobalt MCM Midnight paketi qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilamiz. Sizlar ablisovkalar taqilgan entegri shotkalari bilan chering qop-qora gilansga turadi. Bundan tashqari bu avtomobilimizga Magicar dominant 908 o'rnatilgan ham funksiyasi ishlaydi. Zavod qilish, ochish, yopish, bagaj ochishlarigacha joy-joy o'rni-o'rnida ishlaydi. Salon qismiga yetib keldik. Salon qismida qilingan ishlar. Malibu 2 bar o'rnatib berdik. Yaxshisi original garantiyali uchun tormozlar bilan o'rnatiladi. Uchta knopkasiga sizdan abagreifli ulanadi, bittasiga bagaj ochish ulab ishlatib qo'yilgan holatda turibdi. Hop, uchta tormoz elektron original ovozsiz ulangan. Bundan tashqari bu avtomobilimizga zadniy kamera qilib berdik. Mana o'zini shtatniy monitorida ishlab turibdi. Original kamera bilan qo'yilgan, sifatiga o'zingiz bitta baho berasiz. Balasi burilishlari hammasi joy-joy o'rni-o'rnida ishlaydi, xudo xolisa. Bundan keyin bu avtomobilimizga Magicarlar qo'yilganini aytib o'tdik. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar ham ishni shunaqa chiroyli qilib idealni bitirib beramiz. Zazorlarga ahamiyat beringlar, birga bir keladi. Ishimizning sifatiga garantiya berib qilib beramiz, xudo xolisa. Xizmatlar bo'yicha Max Tuning aloqaga chiqavergan.